birdaniga 40 soniya to'xtamasdan kuchanib tursa, insonning orqa chiqaruv teshigidagi teri yirtiladi. Doktor, gemoroy bilan anal yorug'ini nima farqi bor? Nodirjon, gemoroy bilan anal yorug'ini juda katta farqi bor. Sababi gemoroy paytida bemorda qattiq og'riq bo'lmaydi. Lekin anal yorug'ini eng asosiy belgisi bu hojatga borgandagi qattiq og'riq. Bemorlar hojatxonaga borishga ham qo'rqib qolishadi. O'shanchalik og'riqdan bezib qolgan. Sababi insonda juda qattiq qabziyat bo'lganda hojatxonada birdaniga 40 soniya to'xtamasdan kuchanib tursa, insonning orqa chiqaruv teshigidagi teri yirtiladi. Yirtilish davrida anal yorug'i kelib chiqadi. Qon juda kam miqdorda ketadi. Lekin og'riq juda kuchli bo'ladi. O'shaning uchun ko'pchilik bemorlarimiz gemoroy deb menga murojaat qilyapti, lekin ko'pchilik paytda biz gemoroy emas, anal yorug'ini ko'ryapmiz. Anal yorug'ini tuzatish yo'llari bor. Birinchidan, agar anal yorug'i 10 kun davomida, 15-20 kun davomida paydo bo'lgan bo'lsa, uni dorilar bilan, mazlar bilan, har xil og'riqsiz dorilar bilan tuzatsa bo'ladi. Lekin 1 oydan, 20 kundan yo 1 oydan oshgan bo'lsa, o'sha yorug'ni paydo bo'lganiga, uni atrofida har safar hojatga borganda yirtilib chandiq paydo bo'ladi. Shu chandiq yorug'ni bitishiga ruxsat bermaydi. Bu amaliyot hozir Welcome'da qilyapsiz-a? Welcome qilyapmiz, Welcome klinikasida. Qancha vaqt ketadi bu amaliyotga? Endi bu amaliyot mahalliy og'riqsizlikni tirishga bir 5 minut ketsa, yana 10-15 minut vaqt ketadi hammasi bo'lib. 15 daqiqada 15 daqiqada anal yorug'idan anal yorug'idan xolis bo'ladi.